40 millionta aholi bo'lib turib, Hindistondan, Belorussiyadan go'sht kelyapti-da. Nahotki shu masalani ham o'zingiz hal qila olmaysiz. Tavsiya bergan bo'larmidingiz shu uyushmaga a'zo bo'lishga? Berardim, ne beraymi, aka. Niyatingiz xayrli. Maqsadingiz xalq qo'lida qo'y ko'paysin. Ko'payganda ham yaxshi qo'y ko'paysin. Shunaqa. Qo'yda baraka bor. O'zbekiston chorvadorlar uyushmasi shakllanayotganligi to'g'risida gapiryapmiz. Sizdagi xabaringiz bor bu harakatdan. Ha, yetib. O'zbekistonda shu ko'rgazmalar o'tkazmasak iloji yo'q. Rivojlanishligi uchun albatta bu narsa kerak. Chunki xalqimiz hali o'zidagi qo'ylarni qanaqa holatdaligini his qilmayapti-da. Hamma o'zini qo'rasidagi qo'y maqtaydi, lekin qo'ylar davraga chiqqandan keyin solishtirilgandan keyin ana o'shandan keyin ayon bo'ladi. Qaysi biri zo'r, qaysi biri zo'rmasligi. Xudo xolisi bu ham turtki bo'ladi-da, rivojlanishlik. Bu ko'rgazmalarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda bizga qanaqadir ana xat hujjat, pichat, muhr bo'lishligi uchun chorvadorlar uyushmasini shakllantirishimiz kerak ekanda. Mana shu kunga kelib turib ancha-muncha odamni jalb qildik bu uyushmaga. Xudo xolisi o'sha safimiz yanada kengaygandan keyin harakatlarimiz yana tezlashib boradi. Xudo xolisi O'zbekiston bir paytlarda bu sohada ilg'or bo'lgan. Chunki atrofimizdagi mana bu davlatlarda, tog'li hududlarda ona qo'ylar boqiladi-da. Naslga boqiladigan qo'chqorlar mana shunaqa diyorlarda boqilgan. Va bizdan keyin ana o'sha qo'chqorlarni urug'likka olib ketishgan. Harakatni boshladingiz-ku. Xudo xolisa. Iloyim niyatingizga yetib, aytganingizdek har bitta xalqqa uyida, qo'rasida qo'ylar ko'paysin.